Do'stlar, mana bugun 2-kun. Kecha 25-yanvar soat obetdagi 1da syomka qilgan edik. Bugun 1da qilish esimdan chiqib qolibdi-da. Mana bugun 26-yanvar dushanba soat 5da syomkamizning ikkinchi qismini olyapmiz. Kotyolimiz hozir qo'yilgan gradusga chiqib o'chgan. Mana oradan 1 sutka vaqt o'tib, hop, kecha birinchi kuni qo'yganimizda o'sha bunkerdan 10 sm pastaydi to'ldirmagan edik. Hozir endi bir kunda o'sha bilmayman 15 sm-cha kamayibdi. Mana ko'mirlarimiz. Yo'limiz hozir o'chgan. İçini ochamiz. Mana. O'chib, cho'g' bo'lib turibdi. Shuncha kul to'planibdi. Bir paqirdan oshiqroq kul bor. O'sha yonmagan shilaglar. Bu tomonida. Tomoniga mana ozroq kul to'plangan. Hozircha shu. Hozir ularni ko'rsatamiz. Uyda issiqligini. Bismillah. Vallahi tegib tushaydi. Mana 23 ga 24:06. Soat 5. Bu 41 gradus namligimi bu? Bilmayman endi mana bu. Yani oddiy termometrdan topolmadim. Oddiy termometrdan. Buni qaysi biri xona harorati, issiqlik, shuni bilganlar aytib olasizlar. Mana tepada esa 23:1 turibdi. In yozuvi turibdi. Pastda 25:7 bo'lib qoldi. Bunda out yozuvi turibdi. Qaysi biri o'sha haqiqiy xonani issiqligini ko'rsatadi. Svetni o'chirib qo'y. Svetni juda lipillayapti. Shuni bilganlar aytib borasizlar. Qaysi biri ko'rsatkichi haqiqiy o'sha xona harorati. Mana hozir o datchigini mana to'pli polga yaqin qilib tashlab qo'ydim. Mana 24:6 gradusi ko'payib ketdi, 27 ga chiqib ketdi. Buni yana pol ostiga tiqib qo'yapman datchigini. Shunda qani 28. Yana ozroq tursinchi. 29. Demak, mana shu ikkinchidagi yozuv men tushunishim bo'yicha shu xona haroratini bildiradi. Buni endi qanday o'rnatib qo'yishimiz kerak? Men mana shunday qilib qo'ydim. Qani shu to'g'ri sezsa kerak. Hozir mana shunda 29 ni ko'rsatib turibdi.
Hozir menimcha yana pastlaydi. Mana 28,5. Demak, haliginda mana shu yerda turadi. 26 ni ko'rsatib turadi. O'sha 25-26 gradus ko'rsatyapti menimcha. Xonani issiqligi shunaqa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring. Kanalda yangilar podpisatsiya bosmay ko'rib turganlar podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaring. Hali qo'ldan kelgancha foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Kimga Nijniy Galina shunaqa aqlli katyollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar bemalol. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana hozir 27 gradusga tushdi. Mana 26 ga pastlayapti. Xonalarimiz issiq. Qani kuzatamiz. O'sha 120 kilo solgan ko'mirimiz necha kunga yetadi? Bizni kuzatishda davom etinglar.